Hürmetli vatandaşım, ahırkı leksiyemizge dikkat kılın. Bu leksiyede bir xil mazmun var. Şonunla bu leksiyege köprek dikkat kılın. Xi Jinping Amerika'nı ziyaret kılganda Sütyenkey aldın mölçerledi ki kişini hayran kılıdığan hoş haber var dep görsetti mavzulu haber 9. ayının 6. günü Venvi orbitede ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 9. ayının ahırlarda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyaret kıldı. Cumhurbaşkanı Washington'da turuşluq baş elçisi Sütyenkey efendi 9. ayının 5. günü mındak görsetdi. Reis Xi Jinping'nin Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyaret kılışıga tayyorlik qilinyapti. Vaqt kelganda ko'pchilikka bir xo'sh xabarning yetib kelishiga ishonaman va shundoq bo'lishini umid qilaman. Jungshin agenetligi Washingtondan xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bosh elchi Sütyenkey 5. kuni abadiy aslimilar, masalan, Yapon qarshi urushining 70 yilligini xotirlash murosimiga qatnashib, yig'indan keyin muxbirning ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi fikr bayon qildi. Bosh elchi Sütyenkey mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo ikki taraf dal Reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishiga tayyorlik qilyapti. Reis Xi Jinpingning Washingtonni qalbalik ziyorat qilib, zo'r natijalarga erishdi va zo'r natijalar paydo qildi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning o'rtasida o'rtaq manfaat bor. Har ikki taraf bir qitimliq natija yaratadigan ziyoratga muhtoj. Her iki taraf bu qitim natija yaratadigan ziyoratga muhtoj. Ya'ni Reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishiga muhtoj. Her iki taraf deydi xabarda. Bosh elchi mundaq ko'rsatdi Sütyenkey. Jungo bilan Amerikaning davlat ahvoli o'xshashmaydi. Ikki davlat o'rtasida nurg'un ixtilof bor. Hatta ikki davlat o'rtasida ko'plagan ziddiyatlar bor. İki devlet o'rtasida konu ziddiyatlar hal qilinsa, yana yangi ziddiyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Ziddiyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Bu bir doimiy holat bo'lib qoladi. Lekin u mundaq hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning o'rtasida borgan sari kuchayayotgan o'rtaq ehtiyoj va o'rtaq manfaat aniqki, ikki davlat o'rtasidagi ixtilofdan ko'p. Amerika matbuotlari yaqinda xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf hakkerlik vositasi bilan Amerikaning savdo maxfiyatini o'g'irlab ketgan Jungo shirkatlari va shaxsiylarga jazolash yurgizganligini Oqsaroy tez bo'lgan mush hafta jazolash, ya'ni embargo siyosiy tadbirlarini e'lon qilganligini ko'rsatdi. Biz boshda shu to'g'rida to'xtaldik. Bunun qarta Sütyenkey mundaq ko'rsatdi. Bir kishining o'ttirg'i chiqib, bunda g'ayri qurilish xarakterlik bir ishni qilishini umid qilmayman. Jungo Amerika orbitiga hujum qilishdan iborat xirisga duch keldi. Jungo Amerika ikkili davlat o'xshashla orbitiga hujum qilishdan iborat xirisga duch keldi. Balki Jungo taraqqiy qilayotgan davlat, hakkerlarning ziyonkashligiga uchrayotgan davlat. Bosh elchi Sütyenkey mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika shuning uchun bu jihatda hamkorlashishga nurg'un sabablar bor. To'qinish va qarshilashishga mangmaslik kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining aqlonilik bilan tanlashini umid qilaman. Xo'sh, Sütyenkey dediki, bu qatam Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilganda kishini hayron qoldirgan bir xo'sh xabar yetib kelishi mumkin dedi. Bu xo'sh xabarning nima ekanligini o'ttirg'i qo'ymadim. Yo'ldoshlar, vatandoshlar shunga diqqat qildiki, yaqinda 8 oyning oxirida masalan Oqsaroy Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy bexatarlik komitetining maslahatchisi So'zin Rais xonim Beijingni ziyorat qildi. Mo'sha jarayonda yakimiz ziyorat qilishdan oldi keynida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining bayonotchilari va Oqsaroyning bayonotchilari e'lon qilgan bayonotda bir jumla so'z g'ayri o'ttirib qo'yildi. Bu deganimiz, mush kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi ixtiloflar takrorlanib keldi.
tilga ilinib keldi. Lekin hal qilish deydigan jumla yo'q edi. Bu qatim hal qilish. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping bilan Washingtonda Prezident Obama uchrashganda ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni hal qilish degan so'z o'ttirib chiqdi. Shunga biz mushundaq umidvorlik yoki mushundaq bir qiyos faraz asosida Suytyan kayning xushxabar anglaysizlar degan so'ziga birlashtirsak, vaqt ish qanday qilib chiqadi, natija qanday qilib chiqadi kuzatib turayli vatandaşlarım. Shundaqla Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishdan burun mayli 50 yillik avtonom rayon qurishning xotiri kuni bo'lsin, uningdan qat'iy nazar, dal Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishdan burun Tibetga Yujinshuning berib ziyorat va faoliyat qilayotganligi bu bir diplomatiya sohasida bir xil mazmunni ifodalaydigan harakatdir.